Hurmatli hamyurtlar, ekonom pechkalar mana yozda zakotovka bo'lyapti sizlar uchun. Qishda g'amini yozda ye degandek, ekonom pechkalar hozir optim arzon joyidan video qo'yibmiz. Hop, manzilimizni bitta ta'kidlab o'tamiz. Qashqadaryo viloyati Sharqsariq tumanida ishlab chiqarilayotgan ekonom pechkalar. Ekonom pechkalarda har xil variantda bor, kichigi, kattasi, og'zi mana bu standart variantdagi, mana bu kichikroq variantdagi va og'zi kattakonda. Mana bu juda og'zi kattakon qilib yasalgan variantdagilardan hammasini ishlab chiqaryapmiz. Ustidagi kraskalari termos to'yishi bo'ladi. Ekonom pechkalarni bemalol xarid qilishingiz mumkin. Zakazlar bersangizlar dastavkalari kelishgan holda jo'natib beramiz. Viloyat 12 ta viloyatga dastavka ham bor xizmati. Bu ekonom pechkamiz rasxodlari 6-7 kilo bir sutka degan rasxod qiladi ko'mirni. O'tin, ko'mir, tezak yonuvchi, nima maqsad bo'lsa yonaveradi. Tutamaydi, uyda bulg'amaydi. Shu jihatdan xalqimizga manzur kelgan ekonom pechka 2026-yil iyir oyida ana videoga olib turibmiz. Ekonom pechkalarimizda hozirdan zagotovkani boshladik. Nasib bo'lsa kuzga borib ulgurmay qolamiz. Hop, undan tashqari banya pechkalar, orqada turgan banya pechkalar. Hop, suv hajmi 70 litrlik, o'choq qismi, olov yonadigan qismi 70-80 lik, 90 lik bo'ladi. Ekonom pechkalar, banya pechkalarining narxlari 1.8 ming, 1.900, 2 million, 2 million 200 yoshni yuqorilar ketaveradi. Katta kichigiga qarab ekonom pechkalarimiz 9 ming so'mdan boshlanibdi. 9 ming so'mdan boshlab ekonom pechkalar yasalyapti. Kimga kerak bo'lsa qadrdonlar bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Videosida raqamlar qoladi. Uyalmasdan telefon qilib zakaz qilishingiz mumkin. Hop, dastavkalar 2-3 kunda yetib boradi nasib bo'lsa. Hop, undan tashqari shlakobli apparatlar yasalyapti bizda. Shlakobli apparatlar biznes uchun kimdir biznesini qilmoqchi bo'lsa, mana shlakobli apparatlardan xarid qilishingiz mumkin. Ekonom pechkani hozir kraskalanmagan varianti, banya pechkani topli polni qizdiradigan varianti. Hop. Endi bu yerda nasib bo'lsa mana beton zavodlar uchun dozatlar yazalyapti. Vibrostol biznes uchun mana vibrostol va mishalkalar yasab beramiz. Anaqa lentishni, konveyer lentishni apparatlar yasab beramiz. Mana bu lo'g'ish uchun hop, qushloq sharoitda uy qurish uchun eng kerak bo'ladigan 6 talik lo'g'ish apparati. Bu apparat orqali lo'g'ishni qo'yishingiz mumkin. Razmerlari 28 ga 38. Balandligi 10 sm bo'ladi. Bitta arva loyda og'darib qo'yib ketaversa bo'ladi. Hop, manzilimiz Qashqadaryo Sharqsariq shaharda Idias korxonasi sexidan nasib bo'lsa jazirama issiqda videoga olamiz.